Salomatlik insonning eng katta boyligi hisoblanadi. Bugungi zamonaviy taraqqiyot ritmida va doimiy stressli vaziyatlarda ana shu boylikni asrab-avaylash, organizmni sog'lomlashtirish uchun vaqt ajratish qiyin. Lekin Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasi sog'lom turmush tarziga muntazam ravishda amal qilish insonni ham ma'nan, ham aqlan chiniqtirishini hisobga olsak, alohida vaqt ajratmay turib ham inson mustahkam salomatlik sohibi bo'lishi mumkin. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, salomatlikni belgilovchi omillar 10-15% ekologiyaga, 10-15% genetikaga, 10-12% tibbiyot tizimi darajasiga va 55-60% sog'lom turmush tarziga bog'liq ekan. Vaholanki, sog'lom turmush tarziga amal qilish o'ziga va atrofdagilarga e'tiborli bo'lish, kundalik sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilish har bir tibbiy madaniyatli insonning burchidir. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bayrami 7-aprel sanasi bilan bog'liq tadbirlar butun dunyo xalqlarini ana shu burch mas'uliyatini his etib yashashga da'vat etib keladi. Chunki Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, birgina ekologik muammolar tufayli har yili yer yuzida 13 million kishi vafot etadi. Yer kurrasining 90% dan ziyod aholisi nosog'lom havodan nafas oladi. Qolaversa, global isish, turli tabiat hodisalari va suv tanqisligi insonlar sog'ligiga salbiy ta'sir qilmoqda. Bundan tashqari, noto'g'ri ovqatlanish, haddan tashqari shirinlikka ruju qo'yish, kam harakatlilik va semirish yurak-qon tomir, saraton kasalliklarining kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Amudaryo tuman tibbiyot birlashmasining sport sog'lomlashtirish maydonchasida 7-aprel Butunjahon salomatlik kuni bayramiga bag'ishlab o'tkazilgan salomatlik uchun badan tarbiya va 5000 qadam piyoda yurish tadbirida tibbiyot birlashmasining tajribali shifokorlari tomonidan bu haqda batafsil so'z yuritildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining ko'rsatma xatida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Amudaryo tuman tibbiyot birlashmasi salomatlik va strategik rivojlanish bo'limi sport targ'ibotchisi Ibodulla Nurinbetov rahbarligida o'tkazilgan tadbir avvalida ishtirokchilar badanni chiniqtiruvchi mashqlarni bajardilar. Shundan so'ng tibbiyot xodimlari shifokorlar ko'chasi bo'ylab 5000 qadam piyoda yurish marafonida qatnashdilar. Ona tabiat bag'rida ertalabki musaffo havodan bahramand bo'lib, piyoda yurish marafonida ishtirok etgan 150 nafardan ziyod tibbiyot xodimlari shu kungi ish faoliyatlarini ko'tarinki kayfiyatda, tetiklik bilan boshladilar. Butunjahon salomatlik kuni bizning hayotimizda eng qimmat ne'mat, sog'liqqa e'tibor qaratish, uni asrash va mustahkamlash haqida o'ylab ko'rish uchun ajoyib imkoniyatdir. Sog'lom turmush tarzi esa har bir insonning shaxsiy mas'uliyati sanaladi. Qolaversa, zamonaviy tezkor hayotda ruhiy sog'liq ham muhim ahamiyat kasb etadi. Oilaviy muhit, yaqinlarimizning ko'magi va birdamlikdagi hayot sog'lom jamiyat sari ildam qadamdir. Erta bilan bir stakan toza suv ichish, yurish yoki yengil mashqlar bajarish, to'g'ri ovqatlanish va ijobiy fikrlash kun tartibimizga aylansa, ko'plab kasalliklar bizni chetlab o'tishi tabiiy. To'g'ri, bugungi kunda tibbiyot sohasi ulkan yutuqlarga erishmoqda, lekin shunga qaramasdan har bir inson avvalo o'z salomatligi uchun mas'ul ekanini unutmasligi kerak. Mana bugun Amudaryo tuman tibbiyot birlashmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6099 farmoniga asosan hamda 7-aprel Butunjahon salomatlik kuniga bag'ishlab bugun tibbiyot birlashma xodimlari 5000 qadam faol yurish hamda ertalabki badan tarbiya mashqlarini bajarilmoqdalar. Bu odat tusiga kirib, har shanba kuni tibbiyot xodimlari ertalabki badan tarbiya va faol yurish mashqlarida faol qatnashmoqdalar. Shu bilan birgalikda mana shunday faol yurish, sog'lom turmush tarziga amal qilishni har bir fuqaroga mufiy, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham targ'ibot qilinib, ulardan ham mana shunday jismoniy faollik bilan shug'ullanish, bu bilan har xil yurak-qon tomir kasalliklarining, oshqozon ichak tizimi kasalliklarining oldini olishga qulaylik yaratgan bo'lamiz. Hamda hammangizni shu jismoniy faollik va ertalabki badan tarbiya bilan shug'ullanishga chaqirib qolamiz.